Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Aziz ve muhterem Müslüman, aka birodarlar, yurtdoshlar, eldoshlar, mana ulug' ayyom, ulug' oy Ramazon-i Sharifda siz bilan biz mana g'oyibona diydor ko'rishib turibmiz. Alloh taoloni o'ziga shukrlarga yetkazganiga shukrlar, hamdlar bo'lsin. Bu shunday bir oyki, bu oyda boshqa oylarga nisbatan qilingan boshqa amallarga, har bir amalga behisob savoblar beriladigan, qilgan ibodatlariga darajalar behisob beriladigan oyda turibmiz. Shuning uchun bu oyda muhtaram yurtboshimiz yurtimizdagi kam ta'minlangan beva, bechora, yetim yesir fuqarolarimizni holidan xabar olish juda ham yaxshi tashkil etilib, xususan mana bizni Gurlan tumanimizda ham har bir imomimiz bitta oilada kamida xabar olib, shu yerda iftorlar uyushtirib, shularni duolarini olib turibmiz. Mana shu oyda ko'rib turibmizki, davlatimiz tomonidan, xususan prezidentimizning o'zlari tashabbuslari bilan kam ta'minlangan beva, bechora, yetim yesirlarning duolarini olishlik uchun har bir xonadonga 1 million so'mdan yordam qilindi. Alhamdulillah, bunday ishlar yurtimiz taraqqiyoti, yurtimiz ravnaqini mana shunday oylarda shunday odamlarning duosini olishlik inshaalloh bu bardavom bo'lsa, inshaalloh Xudo xolasa yurtimizdagi bo'layotgan tinchlik va yurtimiz farovonligini yanada ziyoda bo'lishiga inshaalloh sababchi bo'ladi. Bu oylarda Janobi Payg'ambarimiz alayhissalom ko'proq yo'qsillarni yo'qlanglar, duolarini olinglar deganlar marhamat qilib, mana shuning uchun shunga harakatlar bo'lib turibdi. Bu tizimli ravishda, albatta tizimli ravishda yaxshi yo'lga qo'yilgan iftorlar tashkil qilinib turibdi. Har kuni shunday kam ta'minlangan oilalarni xabarini olib, homiylarimiz, saxovatpesha insonlarimiz alhamdulillah yurtimizda juda ham ko'p. Bular shularga homiylik qilib, o'zlarining zakotlari, o'zlarining xayr ehsonlarini har yil qilib kelyapti. Alohida mana shu bu yil yurtboshimiz shu narsani tashabbuslari bilan ustlarida turgandan keyin hamma bundan zavqlanib, bir motivatsiya olib, bu juda ham yana yaxshi yo'lga qo'yildi. Inshaalloh bu Ramazonning oxirigacha bardavom bo'ladi alhamdulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.